Yurtboshimiz tomonidan ilgari surilgan muhim yo'nalishlardan biri sifatida aholi bilan ochiq, samarali va doimiy muloqotni ta'minlash masalasi alohida e'tiborga olinmoqda. Shu maqsadda ichki ishlar organlari tomonidan fuqarolar bilan bevosita aloqani kuchaytirish, ularning murojaat va ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish, kelib tushayotgan ariza va takliflarni amaldagi qonunlarga muvofiq o'z vaqtida ko'rib chiqish hamda tegishli choralarni belgilash bo'yicha izchil ishlar olib borilmoqda. Mavzuni muxbirimiz Diyora G'aniyeva davom ettiradi. Ichki ishlar vaziri general-leytenant Aziz Tashpo'latov rahbarligida mas'ul mutasaddilar ishtirokida aholi uchun navbatdagi sayyor qabul tashkil etildi. Qabul jarayonida aholiga qulay sharoitlar yaratish maqsadida ob-havo hamda masofaviy omillar inobatga olindi. Xususan Toshkent shahri va viloyati fuqarolari bilan yuzma-yuz muloqot o'tkazilgan bo'lsa, Qoraqalpog'iston Respublikasi va boshqa hududlarda yashovchilar uchun qabullar videokonferensiya orqali masofadan turib tashkil etildi. Ushbu tadbir davomida jami 521 ta murojaat qayd etildi. Ularning aksariyati fuqarolar o'rtasidagi moliyaviy munosabatlar, yo'l harakati xavfsizligi, surishtiruv va dastlabki tergov jarayonlari, shuningdek kadrlar bilan ishlash masalalariga oid muammolarni qamrab oldi. Kelib tushgan murojaatlarning 250 tasi, ya'ni 48% qonunchilik asosida joyida ijobiy hal qilindi. Qolgan 271 ta murojaat bo'yicha esa qo'shimcha o'rganish talab etilganligi sababli ular nazoratga olinib, mas'ul idoralar hamkorligida ko'rib chiqish uchun tegishli topshiriqlar berildi. Shu yil 27-yanvar kuni bo'lib o'tgan ichki ishlar xodimlari yig'ilishida prezidentimiz juda chiroyli ichki ishlarga topshiriqlar, vazifalar berdi. 3,5 yildan beri men qabul kelib, mana oxiri ishim bitdi. Ramazon bey buni ko'rib chiqib, Ashrafov o'rniga joyiga qo'yib, tergovchilarga topshiriq qildi. Mana ishim hal bo'lyapti. Bugun erta hal bo'ladi. Shu bilan birga Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri va viloyatlar ichki ishlar organlari rahbarlari tomonidan o'tkazilgan qabullarda jami 475 ta murojaat qabul qilindi. Ularning 185 tasi, ya'ni 39% joyida ijobiy yechimini topgan bo'lsa, 290 tasi qo'shimcha tekshiruv asosida ko'rib chiqish uchun yo'naltirildi. Bugun murojaat bilan ichki ishlar vazirining qabuliga keldim. Vazir va uning o'rinbosarlari murojaatimni o'rganib, ijroga qaratishdi. Albatta, shu o'rinda prezidentimizga chuqur minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki aynan davlat rahbarining topshiriqlari asosida biz kabi fuqarolarga to'g'ridan-to'g'ri rahbarlarga murojaat qilish imkoniyati yaratilmoqda. Sayyor qabullar davomida aholini tashvishga solayotgan masalalar, huquqiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari atroflicha muhokama qilinib, fuqarolarga tegishli tushuntirishlar berildi. Bu kabi tadbirlar mamlakatimizning barcha hududlarida tizimli ravishda davom ettirilmoqda. Diyora G'aniyeva, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.